Avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'yicha eng ko'p berilayotgan savol bitta. Kimning pensiyasi oshadi, kimniki esa oshirilmaydi? Bu masala har bir pensioner, har bir nogironlik pensiyasi oluvchi boquvchisini yo'qotgan oila. Hatto hali pensiyaga chiqmagan farzandlar uchun ham juda muhim. Chunki pensiya miqdoridagi kichik farq ham oy oxirida dori darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki qarindoshlarga bog'liq bo'lmagan mustaqil yashash imkoniyatiga ta'sir qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avgustdagi indeksatsiya nimani anglatadi? Kimlar bundan foyda ko'radi? Kimlarning pensiyasi avtomatik oshmaydi? Qaysi holatlarda odamlar adashib qoladi va o'z haqqini qanday tekshirishi kerak? Ma'lumot juda muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda kechikkan odam ko'pincha pulidan yutqazadi. Avvalo indeksatsiya deganda nimani tushunish kerakligini aniq qilib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi bu pensiya yoki ijtimoiy to'lov miqdorini narxlar oshishi, inflyatsiya va davlat belgilagan yangi mezonlar asosida ko'tarish degani. Ya'ni bu yangi pensiya tayinlash emas. Bu mavjud pensiya miqdorini qayta hisoblash jarayonidir. Oldin ham pensiyalar va nafaqalar vaqti bilan oshirib borilgan. Odatda davlat tomonidan eng kam pensiya bazaviy hisoblash miqdori. Pensiyani hisoblash uchun olinadigan ko'rsatkichlar yoki ayrim ijtimoiy to'lovlar miqdori oshirilganda pensionerlar o'z to'lovlarida farq sezgan, lekin hamma ham bir xil miqdorda oshmagan. Ba'zi odamning pensiya sezilarli oshgan, ba'ziniki juda kam o'zgargan, ayrimlarda esa umuman o'zgarish bo'lmagandek ko'ringan. Mana shu joyda ko'pchilikda norozilik paydo bo'ladi. Masalan, qo'shnining pensiyasi 1 ming so'mga oshdi. Meniki esa 7 ming so'mga oshdi yoki umuman oshmadi degan gaplar ko'payadi. Aslida buning sababi bor. Pensiya miqdori faqat bitta raqamdan iborat emas. U ish staji, ish haqi, pensiya turi ustamalar, kompensatsiyalar, minimal kafolatlar, ilgari tayinlangan hisob-kitob tartibi va odamning hozirgi maqomiga qarab shakllanadi. Avgustdagi indeksatsiya ham shunday. Hamma pensionerga avtomatik bir xil summa qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Kimdir to'liq foyda ko'radi, kimdir qisman foyda ko'radi, kimdir esa indeksatsiyadan tashqarida qolishi mumkin. Men hozir aynan shu farqlarni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar indeksatsiyadan foyda ko'rishi mumkin. Agar siz oddiy tartibda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, kerakli ish stajingiz bo'lsa, pensiyangiz pensiya jamg'armasi tomonidan tayinlangan bo'lsa va to'lovingiz davlat pensiyasi sifatida yuritilsa, odatda indeksatsiya sizga ham ta'sir qiladi. Masalan, bir kishi 2 yoshda 35 yil ish stajiga ega, oldin zavodda, keyin xususiy korxonada ishlagan. Uning pensiyasi 1 million 500 ming so'm bo'lsa, indeksatsiya natijasida pensiyaning asosiy qismi va ayrim qo'shimcha qismlari qayta hisoblanishi mumkin. Natijada u 1 million 67 ming so'm yoki 1 million 700 ming so'm atrofida to'lov olishi mumkin. Men bu raqamlarni misol sifatida aytyapman. Chunki har bir odamning hisob-kitobi alohida bo'ladi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Agar fuqaro mehnat faoliyati davomida zarur stajga ega bo'lib, nogironlik pensiyasi tayinlangan bo'lsa, bunday pensiyalar ham odatda indeksatsiya doirasida qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda muhim nuqta bor. Nogironlik pensiyasi bilan nogironlik nafaqasi bir xil emas. Pensiya ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ko'proq ijtimoiy yordam shaklidagi to'lovdir. Shuning uchun kimdir men nogironman, nega qo'shnimniki oshdi, meniki boshqa miqdorda oshdi desa, avvalo u pensiya oladimi yoki nafaqa oladimi? Shuni tekshirish kerak. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, ota vafot etgan, farzandlar voyaga yetmagan yoki ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, oilaga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan bo'lishi mumkin. Bu pensiya ham belgilangan tartibda indeksatsiyaga tushadi. Lekin bu yerda ham hamma narsa avtomatik va bir xil emas. Oilada nechta mehnatga layoqatsiz a'zo bor? Marhumning ish staji va ish haqi qanday bo'lgan? Pensiya qaysi sanada tayinlangan? Bularning hammasi hisobga olinadi. 4-guruh eng kam pensiya darajasiga bog'langan pensionerlar. Ba'zi pensionerlarning mehnat staji yetarli bo'lsa ham hisoblangan pensiyasi juda past chiqadi. Davlat esa bunday holatda minimal kafolat belgilaydi. Agar eng kam pensiya yoki minimal ijtimoiy me'yor oshsa, bunday pensionerlarning to'lovi ham oshishi mumkin. Bu ayniqsa ish haqi past bo'lgan, uzoq yillar norasmiy ishlagan yoki hujjatlarda ish haqi kam ko'rsatilgan odamlarda ko'p uchraydi.
Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimning pensiyasi oshirilmaydi? Men buni qo'rqitish uchun emas. Odamlar o'z holatini to'g'ri baholashi uchun aytyapman. Birinchi holat pensiya emas, boshqa turdagi to'lov olayotganlar. Ko'pchilik har qanday davlat to'lovini pensiya deb ataydi. Aslida qonunchilikda pensiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam, parvarish puli, bola puli kabi turli to'lovlar bor. Agar avgustdagi indeksatsiya aynan pensiyalarga tegishli bo'lsa, ijtimoiy nafaqa olayotgan ayrim shaxslar bu oshirishga kirmasligi mumkin. Yoki ularning to'lovi boshqa qaror bilan boshqa sanada oshiriladi. Masalan, bir ayol pensiya yoshiga yetmagan, lekin nogironligi bo'yicha ijtimoiy nafaqa oladi. Qo'shnisi esa nogironlik pensiyasi oladi. Chunki ilgari ishlagan va stajga ega. Avgustda qo'shnisining to'lovi oshsa, bu ayolning to'lovi xuddi shunday oshmasligi mumkin. Bu adolatsizlik bo'lib ko'rinadi. Lekin huquqiy jihatdan to'lov turi boshqa bo'lgani uchun hisob-kitob ham boshqa bo'ladi. Ikkinchi holat pensiya hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki qayta hisoblash uchun asos yetarli bo'lmagan odamlar. Agar fuqaroning staji to'liq tasdiqlanmagan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari arxidan topilmagan bo'lsa yoki oldingi korxona tugatilgan bo'lsa, pensiya minimal asosda tayinlangan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya bo'lsa ham to'liq staj va yuqori ish haqi inobatga olinmagani uchun oshish juda kam bo'ladi. Odam esa menga oshirmadi deb o'ylaydi. Aslida oshgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy hisob noto'liq bo'lgani uchun farq sezilmaydi. Uchinchi holat pensiya hali tayinlanmagan yoki hujjatlari ko'rib chiqilayotgan shaxslar. Agar odam avgustda pensiya yoshiga yetgan, lekin arizani kech bergan yoki hujjatlar hali rasmiylashtirilmagan bo'lsa, u indeksatsiyani darhol olmasligi mumkin. Pensiya tayinlangandan keyin qaysi sanadan boshlab huquq paydo bo'lganiga qarab hisob-kitob qilinadi. Bu juda muhim. Men ko'p holatlarda odamlar men avgustda chiqdim, nega oshirilgan pensiya olmadim deb shikoyat qilganini ko'rganman. Sabab oddiy. Pensiya tayinlash jarayoni yakunlanmagan. Bank kartasiga to'lov hali eski yoki oraliq hisobda tushgan bo'ladi. To'rtinchi holat chet elga doimiy yashashga ketgan yoki to'lov maqomi to'xtatilgan pensionerlar. Pensiya to'lovlari faqat faol maqomda bo'lgan pensionerlarga amalga oshiriladi. Agar odam uzoq muddat pensiyasini olmagan, yashash joyi bo'yicha ma'lumot yangilanmagan, bank kartasi bloklangan yoki qonunchilikka ko'ra to'lov vaqtincha to'xtatilgan bo'lsa, indeksatsiya amalda ko'rinmasligi mumkin. Avval to'lov maqomini tiklash kerak bo'ladi. 5-holat ortiqcha to'lov yoki qarzdorlik ushlab qolinayotgan pensionerlar. Masalan, ilgari noto'g'ri hisob-kitob sabab pensionerga ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyinchalik pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolinishi mumkin. Indeksatsiya bo'lsa ham odamning qo'liga tushadigan pul ko'paymasligi mumkin. Chunki oshgan qism qarzdorlikni qoplashga ketadi. Bu holatda pensioner pensiyam oshmadi deydi. Lekin pensiya jamg'armasi hisobida pensiya miqdori oshgan. Faqat to'lanadigan summa ushlab qolishlar sabab o'zgarmagan bo'ladi. Eng keng tarqalgan xato qo'shnining pensiyasi bilan o'z pensiyasini solishtirish. Ikki odam bir mahallada yashashi, bir yoshda bo'lishi. Hatto bir vaqtda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin ularning ish staji, ish haqi, zararli mehnat sharoiti, imtiyozli davrlari, harbiy xizmat, bola parvarishi, davlat mukofotlari yoki ustamalari turlicha bo'ladi. Shuning uchun birining pensiyasi 200 ming so'mga oshib, boshqasininki 80 ming so'mga oshishi mumkin. Masalan, birinchi pensioner 40 yil rasmiy ishlagan, ish haqi doim yuqori bo'lgan, barcha ma'lumotlari elektron bazada bor. Ikkinchi pensioner ham 40 yil ishlaganman deydi. Lekin uning 12 yillik staji eski kolxoz hujjatlarida tasdiqlanmagan, yana 8 yil norasmiy ishlagan. Qog'ozda birinchining staji to'liq, ikkinchisiniki esa kamroq ko'rinadi. Natijada indeksatsiya ham birinchi odamda kattaroq seziladi. Ikkinchi xato bank kartasiga tushgan pulni pensiyaning umumiy miqdori deb qabul qilish. Ba'zan pensiyadan aliment, qarzdorlik, kredit majburiyati, ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'ladi. Ba'zan bank komissiyasi yoki karta bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz faqat kartaga tushgan summaga qarab xulosa chiqarmang. Eng to'g'ri yo'l. Pensiya jamg'armasidan pensiya hisob-kitob varaqasini so'rash. Uchinchi xato, hamma pensiya 1% ga oshadi deb o'ylash. Indeksatsiya foiz bilan e'lon qilinsa ham, amalda pensiya tarkibidagi barcha qismlar bir xil oshmasligi mumkin. Asosiy pensiya qismi, ustamalar, minimal to'lovgacha yetkazish, kompensatsiyalar va boshqa qo'shimchalar alohida tartibda yuritiladi. Shuning uchun bir pensionerda foiz aniq ko'rinadi, boshqasida esa umumiy summa boshqacha chiqadi.
To'rtinchi xato eski hujjatlarni keraksiz deb tashlab yuborish. Pensiya masalasida mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumotnoma, arxiv hujjati, buyruq nusxasi, harbiy xizmat guvohnomasi, tug'ilganlik va nikoh hujjatlari juda muhim. Ayniqsa ayollarda familiya o'zgargan bo'lsa, eski ish joyidagi hujjatlarda boshqa familiya turishi mumkin. Agar bog'lovchi hujjat bo'lmasa, staj tasdiqlanmay qoladi. Bu esa pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik holatlarni aytaman. Birinchi nozik nuqta ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ularning pensiyasi indeksatsiyadan butunlay chetda qoladi deb umumiy aytish noto'g'ri. Lekin ishlayotgan pensionerlarga nisbatan qayta hisoblash, ish stajining qo'shilishi yoki ayrim ustamalar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner o'zining ish joyi tomonidan ijtimoiy soliq va boshqa ma'lumotlar to'g'ri topshirilayotganini tekshirishi kerak. Ikkinchi nozik nuqta yangi pensiya chiqqanlar. Agar pensiya indeksatsiyadan keyin tayinlansa, pensiya miqdori odatda amaldagi yangi ko'rsatkichlar asosida hisoblanadi. Shuning uchun ular alohida oshirish ko'rmasligi mumkin, chunki ularning pensiyasi boshidan yangi tartibda hisoblangan bo'ladi. Odam esa men ham avgustda oshirish olishim kerak edi deb o'ylaydi. Aslida u oshirilgan bazadan foydalanib tayinlangan bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik nuqta minimal pensiya oluvchilar. Agar sizning hisoblangan pensiyangiz juda past bo'lsa va davlat sizga minimal darajagacha qo'shimcha qilayotgan bo'lsa, indeksatsiya natijasida asosiy hisobingiz oshishi mumkin. Lekin minimal kafolat bilan farq kamayadi. Natijada qo'lingizga tushadigan summa juda katta o'zgarmaydi. Bu juda ko'p tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Misol keltiraman. Bir pensionerning haqiqiy hisoblangan pensiyasi 900 ming so'm. Lekin minimal kafolat sabab unga 1 million 1 ming so'm to'lanayotgan bo'lsin. Indeksatsiyadan keyin uning hisoblangan pensiyasi 1 million so'mga chiqsa, qo'shimcha kafolat qismi kamayadi. Qo'liga tushadigan umumiy summa esa 1 million 100 mingdan 1 million 150 mingga chiqishi mumkin. Ya'ni odam kutgandek 200 ming emas, 50 xil so'm farq ko'radi. To'rtinchi nozik nuqta hujjatdagi xatolar. Tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan, pasport ma'lumoti yangilanmagan, familiya boshqa yozilgan, ish joyi nomi bir hujjatda boshqacha, boshqasida boshqacha bo'lgan holatlar bor. Bunday xatolar indeksatsiyani butunlay to'xtatmasligi mumkin, lekin qayta hisoblash, qo'shimcha stajni kiritish yoki murojaatni ko'rib chiqishda muammo chiqaradi. Ayniqsa eski korxonalar, qishloq xo'jaligi shirkatlari, sobiq kolxoz va sovxoz davridagi hujjatlarda bunday muammolar ko'p uchraydi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'z pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni taxmin bilan emas, hujjat asosida bilish kerak. Buning uchun pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumotni tekshiring. Ikkinchi qadam, pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. Unda pensiyaning asosiy qismi, staj, ish haqi hisobga olingan davr, ustamalar, ushlab qolishlar va to'lanadigan yakuniy summa ko'rinishi kerak. Agar siz faqat bankdan kelgan SMS ga qarab xulosa qilsangiz, xato qilishingiz mumkin. Hisob-kitob varaqasi sizga aniq rasm beradi. Uchinchi qadam, ish stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar kiritilganmi? Eski ish joylaringiz hisobga olinganmi? Harbiy xizmat, dekret davri, bola parvarishi, o'qish yoki imtiyozli davlat qonunchilikda belgilangan tartibda inobatga olinganmi? Buni tekshiring. Agar biror davr tushib qolgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. To'rtinchi qadam, ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Pensiya miqdoriga faqat necha yil ishlaganingiz emas, qanday ish haqi bilan ishlaganingiz ham ta'sir qiladi. Agar siz ilgari yuqori maosh olgan bo'lsangiz, lekin pensiya hisobida past maosh ko'rsatilgan bo'lsa, arxivdan ish haqi haqida ma'lumotnoma topish foydali bo'lishi mumkin. Ba'zan bitta to'g'ri ma'lumotnoma pensiyani sezilarli oshiradi. 5-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Pensiya jamg'armasiga ariza yozing. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam avgust oyidagi indeksatsiya bo'yicha qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tushuntirib berishingizni, pensiya miqdorim tarkibi, stajim, ish haqi ko'rsatkichlari, ustamalar va ushlab qolishlar haqida yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Shunday yozma murojaat bo'lsa, javob ham rasmiy bo'ladi. 6-qadam,
kerakli hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, harbiy xizmat hujjatlari. Nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertizasi ma'lumotlari, boquvchisini yo'qotganlik holatida vafot etgan shaxsning hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Hujjat qancha aniq bo'lsa, bahs shuncha tez hal bo'ladi. 7-qadam. Javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat darajasidagi pensiya jamg'armasiga yoki tegishli vazirlik tizimiga murojaat qilish mumkin. Zarur bo'lsa sud tartibida ham o'z huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlarni puxta yig'ish kerak. Chunki pensiya masalasida asosiy dalil hujjat bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiya turi aniq bo'lsa, staj va ish haqi ma'lumotlari bazada to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, odatda indeksatsiya avtomatik amalga oshiriladi. Bunday holatda har bir pensiya alohida ariza yozish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir kamida bir marta hisob-kitob varaqasini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Agar siz avgust oyida kutilgandan kamroq pul olgan bo'lsangiz, darhol vahimaga tushmang. Ba'zan to'lovlar texnik sabab bilan bosqichma-bosqich tushadi. Ba'zan qayta hisoblash keyingi oyda farqi bilan beriladi. Ba'zan bank kartasi yoki to'lov grafigi sabab kechikish bo'ladi. Lekin bir oy kutib yuraverish ham to'g'ri emas. Eng yaxshi yo'l rasmiy ma'lumot olish. Agar siz yangi pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, pensiyangiz allaqachon yangi ko'rsatkichlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Bu holatda qo'shimcha avgust oshirmasi alohida ko'rinmasligi tabiiy. Buni faqat tayinlash qarori va hisob-kitob varaqasidan bilish mumkin. Bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, avgustdagi pensiya indeksatsiyasi hammani bir xil boyitadigan oddiy qo'shimcha pul emas. Bu pensiya turiga, stajga, ish haqi ma'lumotlariga, minimal kafolatlarga, ustamalarga, ushlab qolishlarga va hujjatlarning to'g'riligiga bog'liq qayta hisoblash jarayonidir. Kimning pensiyasi oshirilmasligi mumkin? Pensiya emas, boshqa to'lov olayotganlar, hujjatlari to'liq bo'lmaganlar, pensiyasi hali tayinlanmaganlar, to'lov to'xtatilganlar, qarzdorlik yoki ushlab qolish sabab qo'liga tushadigan summa o'zgarmayotganlar, shuningdek, pensiyasi bo'shdan yangi tartibda hisoblangan ayrim yangi pensionerlar buni sezmasligi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim ish, bank SMS-ga qarab xulosa chiqarmang, qo'shni bilan solishtirmang, o'z hisob-kitobingizni rasmiy tekshirtiring. Pensiya jamg'armasidan yozma ma'lumot oling. Staj va ish haqi hujjatlarini tekshiring. Kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling. Ba'zan odam o'z huquqini bilmagani uchun yillar davomida kam pensiya olib yuradi. Sizning pensiyangiz avgustda o'shdimi yoki o'zgarmadimi? Qancha farq bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham real holatlarni ko'rib, o'zini solishtira oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot ayniqsa ota-onalarimiz, buvilarimiz, bobolarimiz va pensiya masalasida qiynalayotgan oilalar uchun juda kerak.